Ağaylar, hammaga assalomu alaykum. Sizlarga navbatdagi uyimiz ajoyib tinch mahalladan, Legermanlik ko'chadan, ajoyib lokatsiyadan yer maydoni 6 sotikli uyimizni obzor qilib beramiz. Adresni sirasi aytib o'tamiz. Adresimiz bu yoq tarafimiz Birlik mahallaga kirib ketish. Bu yog'imiz 69-gimnaziya maktab. Olimpiskiy ko'chaning bo'yinda shunday zo'r yerda, sentrdan qoq markazida desak ham bo'laveradi. Gazi bor, svetidan, suvidan muammosi yo'q. Albalar ana shunday bir chiroyli bo'lib turgan yuzimlari, nelari, orqayoqining bag'ini aytmay qo'ydik. Uyda ko'rib chiqamiz axirgacha. Agar o'zingiz olmasangiz, birday-ikkiday videoni og'ay-to'g'onlarga, gruppalarga tarqatib qo'ying, чтобы o'zingiz olmasangiz bu yoqda pulda bosib o'tirgan bir daylarmi, jiyanlarmi, ammalarmi, xalolarmi bosib berishi mumkin. Ketdik og'aylar. Uyimizning kirishi shunday katta hol og'aylar. Kirganga bunday to'q kishitigich stabilizatorlar ham qo'yilgan. O'ng qo'limizda birinchi xonamiz katta zal bo'ladi. Videoning minutasi sal ko'proq bo'ladi. Uyimiz katta, ajoyib, gap bo'lishi mumkin emas. Chiqqandan keyin to'g'risida shunday kuxnya. Kirganda kuxnyani zo'r etganlar, чтобы aynasi ham ko'chaga qaragan, is-bis bo'lsa sразу ko'chaga chiqib ketadi. Mana bu uyimizda ikki dona kuxnya bor. Chiqqandan keyin yonida yana bir xonasi bor. Endi bu xonani o'zingiz nomlab olasizlar. Halang spalniy qiling, halang zal qiling. Spalniy bo'lsa katta spalniy, zal bo'lsa ham bir neobычный hozirgi kundagi bir domlarning zalidan ilk chiqadi bu zallar. Endi bu yoqda spalniyni qarang. Bu yerda dim bir neobычный spalniylar ishlanib turibdi. Qarang, bir Xurram Sultonnikiday, menday bir turistga kinolar bo'ladi-da, ana shunday shohlarnikiday spalniylar ishlangan bu yerga. Chiqqandan keyin bu yoqda to'rda yana bir ulug' zalimiz bor. Uyimizning suyagi sov, mahkam, gazdan, svetdan umuman bu yerda muammo yo'q. Bu bir to'rindagi xonasi, atapnilar o'tgan. Bu yerda umuman gazni muammo etib o'tirmaysiz. Bir qator bir o'zingizga bir Euro remont ishlab olasiz. Atak buni remontlar ham zo'r turibdi. Bunda qirilgan, chizilgan, sho'ra chiqqan yerlari yo'q. Ag'aylar, uyimizning orqa ko'rinishi, shunday chiroyli chertaklar ishlangan, uyning polni ham SBC shifrdan ishlangan. Chiqqanda chap qo'limizda ana shunday ruskiy baynasi mana. Bir qator ishlarni ko'rsatib beramiz. Hamma suvimizda suv-sollardan muammo yo'q. Bu yog'ida shuning yonida bu yoqda kotelxonamiz joylashgan. Yonginasida kichkinagina shunday neobычный kotelxonasi bilan bir qator onam ochib ko'rsatamiz. Ichida nasoslar, hamma narsa joylashtiribdi bu yerda. Gazdan muammo yo'q. Bu territoriyada gazdan muammo yo'q og'aylar. Mana yozning kuni 5-oy ichib o'tirgan mana spalari tayyor, ajoyib. Bu yoqda esa aytgan ikkinchi kuxnyamiz bo'ladi. Bu yerdan ham kuxnyasi tayyor bo'lib turibdi. Bu yerdan ham sirtining o'zining gazlari bor, hamma narsa tushib turibdi, polni. Ovqat pishiraverasiz, yanday pishirkuydir, mayning hech qanday narsalar bu yoqda ishlasangiz ham bo'ladi. Bu yerga bir to'shik tushgan, yanda uyga bir odam kelgan vaqtida o'choq qo'yaman desangiz, bu yerdan ham gazdan foydalanib ketaverasiz. Bu yog'i yana bir zal. Alganda bu zaldan ham hozir bir kerak emas bo'lgan qo'yib qo'ydilardan, lekin bu ham polo patolog ishlangan, ichine bir qator rang berib, eshik oyna qo'ysangiz, gulday zal bo'lib turibdi. Yozning kuni shunday spa bilan mehmon solib o'tirsangiz ham bo'ladi. Bu yoqda to'ri mana bog'da bir qator ko'rsatib beramiz. Orqasida mana iriklari pishib turibdi, olmalari, yuzimlari, polimer o'tlarni urishga isbet qilmabdilar. O'zlari ko'pincha uyda bo'lavermaydi ekanlar. Постоянно ishda, komandirovkada bo'lgandan keyin to'rda tandirlari, to'rinda tandir ham bor. Polni orqaga zabor aylangan, chegaralar ishlangan. Mana bu masalan yonda bir ikki qo'y baylab qo'ysangiz bo'ladi, to'q qo'raytib qo'ysangiz bo'ladi. Endi o'zingizning yonda xalasangiz, yonda bir orqaga bir ikki to'q baqsam deydigan odamlar bo'ladi bu. Ana shunday odamlar uchun zo'r variantlardan biri bo'ladi. Og'aylar, uyimiz bilan ko'rishib tanishdinglar. Adresni yana bir qator tushuntirib beramiz. Bu yoq tarafimiz 14 kollejdan kirib kelish, Olimpiskiy ko'cha bo'ladi. Bu yog'imiz bilan sal yursak, Birlik mahallaga kirib ketish bo'ladi. 69-maktabning yonginasida joylashgan, bahasdan bir chiroyli bahada qo'yilyapti. 80 ming dollar aytilyapti. Kelishib, qaytib ketadigan yeri bor. Qatib qolgan yer emas. Bemalol kelib, talashib, tartishib olaverasizlar. Shunday reklamadan kelib ko'rib keldik desanglar, momentida shtir qaytib ketadigan normalniy summasi bor ustida. Dokumentida hech qanday muammo yo'q, priyamatingizga o'tadi og'aylar. Ana shu mashina o'tib ketsin, qolganini aytamiz ana. Ana shunday mashinam tinmaydi, shunday zo'r lokatsiyada. Agar uy emas, bir boshqa bir narsalarga parallashtiraman desangiz ham, вообще zo'r variant. Hammaga ana shunday uylar nasib etsin deb qolamiz. Sizlar bilan men Ixtiyorim Chanovich.